Men Qurbonova Nazokat, 43 yoshdaman. Turvoq qishlog'idan keldim. Hamkasblarim tavsiyasi bilan keldim. Chunki o'sha kunlari Yangi yil kuni haqiqatan yurolmay qoldim. Oyoqlarimda og'riq. Chunki deyarli 1 yildan buyon bo'ynimda, qopqoqlarimda, belimda og'riqlar to'xtab bunaqangi nimalar bo'lib qolar, ushlab qolardi nervlarimda shamollashim bor, qonimda shamollashim bor. Buni bilaman. Keyin u bo'g'inlarimgacha уже yetib borgandi. Og'riq qoldiruvchilar olib yurdim, lekin oxirgi Yangi yil kuni rostdan ham yurolmay qoldim. Keyin uyimdagilar nimasi bilan, shu sheriklarning tavsiyasi bilan chetga keldim. Begzodjon ko'rishdi-yu, "Apa, yotmasangiz, bir kurs lecheniya olmasangiz umuman ta'sir qilmaydi, asoratlar yomon bo'lishi mumkin" deyishgan uchun uydagilar maslahati bilan chetga keldim. Menga boshqa klinikalarda nima qilgan tomoni, Begzodjon har bitta kasal bilan alohida shug'ullanadi. Ko'rib, mashq qildirib, nima qilib, har kunligi nima qilib turib, lecheniya kunda o'zgaradi. Hali bitta boshlab qo'ygan 1-kunini 10-kunigacha bir xilda ketmaydi. Kunda rezultatni ko'rib, unga qarab yo qo'shishadi, yo ayirishadi. Shunisi ma'qul. Chunki ba'zi bir klinikalarda bunday qilib, ha yaxshimisilar deb chiqib ketishi mumkin, yoki umuman olganda o'sha birinchi qabulda qabul qilinganicha, lecheniya yozilguncha siz 5 kun yotasizmi, 7 kunmi, 10 kunmi, medsestralar o'zi chiqib ukollar qilib, siz oxirida hisobingiz mana buncha bo'ldi deb. Nervlarimda qisilish, keyin mushaklaringiz tarang, bunaqangi bo'shmas. Shuning uchun xohlagan joyingiz xohlagan paytda, masalan, mana shu kuzdan boshlab to shu kungacha xohlasa boshim, xohlasa qopqog'im, xohlagan paytda yurib ketib dars o'tayotgan joyimda ham o'qituvchiman-da, shuni ushlab qolardi. Darrov og'riq qoldiruvchi qilib, shunaqa qilib yurgan. Bu yil ancha qiynadi. Juda ko'p qiynadi, chunki aytyapman-ku, xohlagan paytda bu kutilmagan holatda. Keyin ko'proq og'ir narsa ko'taraman. Endi og'ir narsamga ayam jinday og'irroqlar insult bo'lib qolishgan. Aytgan-betganda siljitib yo ko'tarma qilganda ushlab qoladi. Og'riq endi u o'zi nom bilan og'riq. Azob beradi, boshqa qiladi, lekin og'riq qoldiruvchilar bilan yurdim. Kuni kecha o'zim aytdim, nima bo'lyapti, o'zgarish deyishadi. Endi buni ikkala qopqog'imda sanchiq borda, keyin buni mana bo'ynimda bor edi. Hali sekin jichcha bor hali ham, lekin belim, oyog'imdagi rostdan ham pasaydi. Juda to'xtab qolgani yo'q, lekin hamma narsa bilaman, sekin-astalik ta'sir qiladi-yu. Pasaydi, mana bemalol yuryapman, bunaqa oqsoqlanib deyarli bosolmay qoldim-da. O'g'illarim ko'tarib yurdi, kerak bo'lsa nimamga kirib, shunaqa qilib 3 kunda o'tkazdirdim, keldim. Bo'ldi-yu, kecha aytishdi, shunaqa bo'yningizga bo'lmasa bitta ukol qilamiz deb so'radim, gormon emasmi, masalan, tizzalarga qilinadigan, bo'yinga qiladigan gormon emasmi desam, yo'q apa, bu gormon emas, xijolat bo'lmang deyishdi. Foydasini sezdim. Masalan, kecha umuman mana bu tomonim tortgani yo'q. Shu ukoldan keyin shu foydasini sezdim. Necha kunda? 1 kunda o'zi kecha qilishdi, bitta qilib qo'yishdi xolos. Lekin undan oldingi kunlar mana yuragim bezovta qilyapti desam, mana har bitta narsam hech bo'lmagan holat, qandaydir bezovta qilyapsam, tezda yana boshqatdan qoningizni tekshiraylik deyishdi. Tekshirishuvdi. Qonim ham kam ekan, oqsilim ham kam ekan, boshqa ekan. Darrov 2 kundan buyon mana qon ukollab olib, uxlash, shu yuragimda bezovtaligi ham, hali hilpirashi ham to'xtadi. Masalan, e'tiborli demoqchiman. Masalan, har bitta kunligimizda o'zgaradi, o'zgarishlar e'tiborli. Lekin Begzodjonni ham rostdan tavsiya qilaveraman. Yoqdi. Menga haligi aytdim, ko'proq har bitta kasal bilan alohida shug'ullanishi, eshitishi, mana shu yerda yuramiz, mashqlar qilamiz, kechagidan bugungisi qay darajada, hammasini o'zini ko'zi bilan ko'rib turganligi uchun yangi nimalar qilishadi. Shunisi ma'qul. Boshqalarga nisbatan. Birinchi o'rinda, har qanday joyga borsangiz ham eng birinchi o'rinda muomala. Siz muomalaga qarab turib, undan keyin nima qilasiz? Mana kelganimdagi mana shu kayfiyat, aura nimasi hamma kollektivda zo'r, birinchidan. Keyin vrach ham hali shunchaki eshitib qo'ymaydi-da sizni. Rostdan tinglab, mana qabulga kelganlar ko'ryapsiz, orchretda turishadi. Bitta kirgan odam hali bunday qilib turib bir xil nima qilib chiqishavermaydi. Sharoitga qarab keyin imkoniyatingiz bo'lsa yoting, yoki nima qiling, chiroyli qilib gapirib, nimalarni tushuntirlar. Keyin uni hamshiralarni ham munosabati, sharoitda yaxshiligi, mana qish bo'lsa ham xonalarda bemalol mana yaxshi yura olyapsiz. Keyin menga eng nima tomoni fizioterapiyasi ichidaligi.
Chunki bizga asosan shu narsa kerak. O'sha parafin, massajlar, tortilishlar, elektroforezlar, mana shu narsalarni borligi ham bir tomondan eng katta qulayligi. Yotoq narxi nechida? Keyin boshqa klinikalarga ham nima solishtirganda eng arzoni. Rostdan ham hozir 90 mingga birov yotkazdirmaydi. Eng minimalkasi ham oddiy xonada 100 ming, 150 ming so'mda. Shunisi ham yaxshi. Dorilar ham kerakli vitaminlar, kerakli faqat o'zingizga. Masalan, sherigimda qo'l dorisi bilan meniki bir xil emas. Boshqacha. Ba'zi bir mana klinikalarda ko'rdik, общий. Hammaga o'sha medsestralarga yodib ketgan, ko'zini yumib turib ham tayyorlaydi, ulab ketadi. Ko'rdim, men ko'p boraman nimalarga, ayam dadam orqasidan ko'rganman. Shunisi boshqacha, o'xshamaydi. Bemalol tavsiya qilib, masalan, kelishsa, yosh bo'ladimi, qari bo'ladimi, qiyinchilik yo'q. Medsestralar ham yordam beradi, sharoitlar yaxshi, tinimsiz xabar olishadi, tozalikka alohida e'tibor berishadi, hamma narsa joyida. Yashagim keladi. Sog'lom bo'lgim keladi, ertadanki farzandlarimga kerak. Endi boshlayapman mana hayotni, endi buni shirin tashlarga kirgan paytim. Shularni o'ylab turib, yo'q, men baribir davolanib o'zimni qo'lga olishim kerak. Uy ishlari, hamma narsa bo'laveradi. Odam birinchi o'rinda o'zini qadriga yetish kerak degan nima? Mashqni to'xtatmay, mana shu yerda doimiy mashqdamiz. Ertalab ham qilamiz, obedda ham qilamiz. Chunki hali yoting apa, ba'zi bir nimalarda aytasiz, sizga yurish mumkin emas, ko'p o'tirish mumkin emas, yo bo'lmasam yoting, qimirlamang, davlengiz bo'ladi deb ham tavsiya beradi ba'zi bir doktorlar. Lekin bunda yo'q, apa harakatda bo'ling, nima qiling, yo hammalar ham harakatda bo'linglar, mashq qilinglar, sog'lom turmush tarzi olib boriladi. Shunisi ham. Shuni ko'r, shuning uchun bizni mashq vaqtimiz keldi deymiz, mashqlar qilamiz. Mana hozir o'zgarishlarni yaxshi, lekin umid qilaman, albatta chiqib ketgandan keyin shu 100% ga chiqadi bir haftadan keyin. Xudo xohlasa. Endi haqiqatda o'tiribman, og'riq bilan o'tirdim, ishga bormasam bo'lmaydi, bulutdan qilganim yo'q edim. Keyin ushutga boryapti deyishdi, to'g'ri kelib uchrashdim. Keyin bir uydagi vaziyatni hisobga olib, Begzodjon yoting deyishgandan keyin 2 kundan keyin kelib yotdim. Haqiqatda bo'lmasa ekan yotmasam. Bu oxirgi nimaga kelib qolibman, chunki yurolmay qolish bu 75 ga kirgan ayam ham yurmay o'tirishdi-da uyda. Ularning oldida men ham yurolmay qolsam, men ulardan qancha yosh kichkinaman? 30 yosh kichkinaman-da. Ularni holiga tushishni xohlamadim, chunki ko'z o'ngimda ko'rib turibman, kim yurolmay qolsa qanaqa holatga tushishin. Shuning uchun ham kurashdim. Yo'q, bu aytdim hozir ham zamon talabi. Hozir raqobat nihoyatda kuchli. Nimalar ko'p, mutaxassis rosa ham ko'p, lekin kerakli mutaxassisni topib borib nima qilish, buning uchun reklama zarur. Xohlaysizmi, xohlamaysizmi, zarur. Reklamasiz hozirgi kunda hech qanday nima bo'lmaydi. Bunga to'g'ri qarayman. Bo'lish kerak-da bu. Masalan, nima maqsadda ochilgan? Birinchidan o'sha maqsad o'zi bu yerda ochishdan maqsad odamlarga yordam berish bo'lganmi? Buni siz to'g'ri, kasallar kelib borib qo'shnisiga aytadi, hamkasbiga aytadi, lekin hozirgi kundagi bu masalan YouTube'da chiqish, Instagram yo nimalarda chiqish, bu kattagina nimada, yana ham ko'p imkoniyatlar eshigi. Bo'lmasa sizga Qozog'iston, nima Qashqadaryo, Xorazm nimalardan qayerdan keladi? Betga nima? Chet el davlatlardan qayerdan keladi? Mana shu hozir odamlar doim telefonda kirishadi. Kimlardir haqiqatan ham aziyat chekib turgan bo'lsa, mana shunaqangi nimalar ularga foyda bo'lib turib, kechadi, yo'l kirasi bordir, boshqasi bor, uzoqdan bo'lsa ham keladi. Chunki har qanday inson yashagisi keladi, nima? Yashash uchun kurash bu ham va bu reklama yaxshi. Reklama sifatida yaxshi qarayman, to'g'risi ijobiy. To'xtovsiz telefonlar bo'ladi, joy bormi deb so'rashadi boshqa joylardan. Mana narigi binoda asosan shunaqangi uzoqdan viloyatlardan kelganlar yotishar ekan, ko'rdik, ko'rib ham turibmiz, nima ham qilyapmiz. Odamga sog'lig'i kerak bo'lsa, yaxshi hayot kechirmoqchi, birinchi o'rinda kasal bo'lmaslikka harakat qilsin. Avvalo odam harakat qilish kerak, lekin bo'ldimi, kerakli joyda topib davolanish kerak. U qayerda bo'lishidan qat'iy nazar. Balkim onlayn rejimga qo'yilsa ham bo'laveradi. Bu nima? Tavsiyalar aytish mumkin-ku, kunda onlayn nimada kuzatib turib ham sizga mana tavsiya shunaqa deb aytib tursa ham, bu ham yaxshi samara beradi bir tomondan. Meni boshida kelgan holatimda ko'rgan bo'lganingizda va hozirgi 8 kundagi o'zgarishni ko'rgan bo'lganingizda, bu ko'proq
samara bergan bo'lardi. Chunki haqiqatda yurib kelganda kimgadir suyanib kelganman-da, yurolmasdan. Og'riqlar kuchliligidan. Mana hozir bemalol bunday qilib 3-4 kun oqsoqlanib ham yurdim. Hozir yaxshi, mana to'g'ri yurib, dikkila yuribman. Yaxshiman. Ishlarim ham bitirib kelyapman. Endi shunaqa. Yo'q, qo'llarim ko'tarish nimalarki asosan buni qopqog'imda ichida nima bor, biror narsamni ilk solaman desam shunda ushlab qoladi. Endi hozir ham juda ketdi deyolmayman. Ozgina bor, lekin aynan o'sha olayotgan hozirgi davolanishlarim shu joylarga qilinyapti. Aytganim uchun so'rashadi, bugungi og'riq qanaqa? Yo'q, sal pasaydi. Bugungisi yo'q, bu tomonimda qolmadi, bunisida bor. Bunisi sal simillab turib desam, bo'lmasa buningizni bunga o'zgartiramiz, buni bunga o'zgartiramiz deyishyapti. Natija bor. Natija bo'lmasa hozir men bu yerda bunaqa qilib yasam qilib, ana o'zimga qarab yuragimga sig'maydi, masalan, agar kasal bo'lsam, yaxshi tavsiya qilaman bemalol kim agar tuzalishni, yaxshi yashashni, uzoq umr ko'rishni xohlasa, o'zini sog'lig'iga e'tibor berishini va bemalol kelsa har qanday sharoiti bor minishni kelishlari mumkin.